Payg'ambar alayhissalom muborak bir hadis shariflarda aytadilar, har kunlik ota-onaga farzandini haqqiga ijobati aniq bo'lgan duo beriladi dedilar. Qarang. Har kunlik ota-onaga beriladi. O'sha duoni qilsa farzandini haqqiga Alloh ijobat qiladi. Ana shu duodan bebahra qolmagin dedilar payg'ambar alayhisalom. Qarang. Har kunlik biz o'zimizdan yutuqlarga erishmaymiz azizlar. Hammasi shu ota-onaning duosi. Chunki ota-ona xolis duo qiladi. Bolam unib o'ssin deydi. Bolam eng afzali bo'lsin deydi. Eng yuqori darajaga chiqsin deydi. Ana shu maqsadda farzandni tarbiya qiladi, boqadi, o'zi yemay yediradi. Eng afzalini, eng yaxshisini bolasiga beradi. Bola nima qiladi? Bola ota-ona qarib qolganda, endi bir 4 kunlik umri qoldi shu ota-onamda. Xo'p, xizmatini qilay dedi. Bu eng yaxshisi bu endi hali. Qolganiku o'sha xizmatni ham qilmayapti. O'sha duodan bebahra bo'lib yuribdi qancha farzandlar. Alloh saqlasin.